Shiglimni advent kalendarini raspakovkasi ikkinchi qism. Advent kalendarini Podrushka magazinidan olganman. Oldingi videoda 6 tasida nima chiqqanini ko'rishlaringiz mumkin. Aytgancha 4-yacheykaga yana bitta mana bu qosh uchun qalam qolib ketibdi, ko'rmay qolibdi. Yacheyka bizda shunaqa pecheniya. Вот, mana shunaqa. Bu jiddiy highlighter rumyanasi bor. Bu juda ham zo'r. Shiglim просто. 8da bizda nimadir katta narsa. Oho. Shunday men bu nima? Подождите. TikToklarda ko'rgan bo'lsalaringizlar, sizlarni labi blesk beradi. Mana shu nabor shigl kleyi, blostkasi, qalamchasi, labga surtish uchun kistichkasi. Juda ham xursandman bu kalendarni olganimdan. Morоженка. Internetda ko'rgandim. Bunisini ochasiz. Bu yerda balzam ili nimadir bor. Mana bu qo'shiqchasi bilan surtasiz. Butter blush. Rumyana stik qaranglar. Mana shunaqa rumyana stik. Bir mana bu yerda. Jiddiy tengday narsacha, blesklik. Oxirgisi 12-si. Tak, nima tushmadi bizda? Oy, bizda yana bitta rumyana. Da. Qizil rumyana. Bugungi raspakovkamiz shunaqa bo'ldi. Birinchi qismi profilda kirib ko'ringlar. Shiglim advent kalendarining narxi 1,50,000 so'm. Shu pulga arziydimi, yo'qmi? Agar bularni qanday yuzga turishi interesno bo'lsa, обязательно plus qoldiringlar. Всем пока.